Beni ko'zim ko'rmayapti. Bular qilgani uchun javob beradi hammasi hali. Menga aytyapti. Siz ular sizga deydi, o'tirdiydi, shunday aytyapti, ba'zan işte hozir yo'q. Dadam chaqirmasang uni Dadam o'tiraman dedi, prezident bo'lamiz. Berdinglar, suv siydingda işte qo'shinglar qamay deyapti. Shunday dedim. Men nima bo'lib keldi, kecha mazam osib oldim, Sherobodda usto'rlar bor desam, sizni ishlardan qo'y deyapti-da. Onasini men sikiman. Jim. Bo'ldi. O'g'lajon, ukamni bitta ko'ray, qayerda ukam? Sherga. Kamchilikmi? Ukamni yuzini ko'ray, dadajon. Bermadim olib senlarga shular. Ukamni yuzini ko'ray. Bitta xo'rvama Pankoka bilan gaplashtiring, dadajon. Dadajon. Yo, bitta nimaga yaxshi qarashmaydi. Onalar tasdiqlar, вообще bo'lmaydi bu. Mana sharoitda hamma bola qiz yozib, bitta so'xora topib berolmaydi. Asabdan hozir odam o'ladi, asabdan. O'ladi, qarashmaydi mana. Surxondaryo Sherobod tumani, mana Sherobod umuman qaraymayapti. Normal xonani o'zi sharoitini o'zi yo'q. Sharoiti o'zi yo'q, mana ahvol. Mana odam o'lyapti, sharoiti yo'q. Yur ketdik, yur. Bilasan, yur ketdik. Mana hech kim qaramayapti, yaxshi sharoit yo'q, o'zbek xona yo'q, ular stressda. Keng bittadan yo'qma berib oyog'ini bosolmay qo'yguncha urganman, qarang mana. Umuman sharoit degan narsa yo'q. Bu Sherobod tumani qanaqa tuman bu o'zi? Qanaqa tuman?